Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Home Expert kompaniyasi navbatdagi obyektini xudo xolasa topshirish arafasida. Bu yerda qilib o'tgan ishlarni birma-bir sanab o'taman. Video biroz cho'zishi mumkin. Detalni hamma narsani sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Albatta siz uchun manfaatli bo'ladi. Qarang, kirib kelish vходной eshigidan boshlaymiz. Har doimgidek atrofini polni mana shunaqangi 08 lik laminatdan obshivka qilib berganmiz. Arzon narsani ham qimmat effekt qilib ko'rsatish mumkinmi? Albatta mumkin. Dasturchilik obishni o'zi qo'yib bergan eshik. Faqat atrofini 08 lik laminat bilan obshivka qilganmiz. Bomba effekt. Ana qarang, zo'rida ko'rsataman. Qaraganda полный 100% mягкий zona. Ilinadigan narsa. Shit har doim oshadigan narsa emas. Ichkarisini qarasangiz agar shit joylashgan. Zo'rmi? Kirgandan keyin to'g'rida avvalni qilib turib, tumbuchkalari bilan make-up zonasi. Kalit, palit shunga o'xshash narsalarni qoldirib turib bemalol ichga kirib ketsangiz bo'ladi. Har safar bizlar polmat yoki glyansli ko'proq ishlatardik. Bu safar ozgina injiq bo'lgan kraska, lekin vid prям bomba bo'ladigan kraska ishlatganmiz. Ya'ni 100% mat bo'lgan bomba chiqdi. O'zimga realni juda yoqdi. Hech qanaqa rove powerlar ishlatmaganmiz. Prosta nalishnik ikki qator ona bola o'rtasini ochib qo'yilgan dopatalka. Effekt bomba. Yana zo'r lifehack bu orada. Eshik, skrit eshik bilasizlar, o'rtacha dopatalka qilinsa agar $800, $1000 plus minus $700 atrofida chiqadi. Обычный MDF eshiklar krashin emas, laminatdan qilingan. Obshivkasini nech pul deng? Mana shu holatda $300-400 lik eshik. Effekt $1000 lik. Qanaqa qilib desangiz agar, mana qarang. Dopatalka qilganmiz. Dopatalka effekt nalishnik ketyapti. Как будто bir lux, lekin ochsangiz agar shu standart bo'yi bilan ochadi. 210. Juda chiroyli. Bu orada bitta zo'r narsam 63 kvadrat metrning ichiga 3 xonalik bo'lyapti. Endi alohida bolalar yotoqxonasi bor, alohida взрослый spalni, sanuzlimiz, koridor, через koridor hamma xonalarga kiriladi. Alohida zal, alohida kuxnya. 63 kvadratni. Eng zo'ri shu kvadraturaning ichiga взрослый spalniga garderobni ham joylashtirib berganmiz. Bo'lishi mumkin emas deyapsizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Albatta, Home Expert bilan bo'lishi mumkin emas degan narsa yo'q. Hammasi bo'ladi. Sanuzul qismimiz, azizlar, bu yerda ham hali ozgina chalishlarimiz bor. Ya'ni oyna, qo'shimcha asosiylar qo'yishimiz kerak. Razvijlar dushlarni qarang. Ajach. Polnu dushovoylar hammasi skrit qo'yib berganmiz. Bular hammasi skriti. Ayollarni jonini rohati deyiladi-ku. Anaqa o'sha artib olish bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin, bemalol ishlaydilar. Juda zo'r chiqqan. Shu orada mana bu yerda zo'r bitta lifehackni ko'rsataman sizga. Lifehack emas, udobstvo. Har 1 santimetrovkadan unumli foydalanganmiz. Hatto mana bu yoqqa strelka qo'yganmiz. Buni ustiga bo'lsa agar, mana shunaqa strelkaning ustiga rakina. Ozgina standartdan qochgan, ya'ni past balandligi noqulay, lekin zato bor kompaktni hammasi. Joyni ekonom qilish maqsadida hatto skriti smestil qo'yib berganmiz. Zo'r ma'lumot, foydali bo'ladigan bo'lsa shu ma'lumotimiz like qo'yasiz. Unutasiz qo'yishda, azizlar, yonboshda kamida 15 sm bo'lmasa 20 sm joy qoldirishimiz kerak. Nimagaki, biroz govdali odam o'tirsa agar, mana bu yonboshga xalaqit berishi mumkin. Bemalol o'tira olmaydi ya'ni. O'shaning uchun kamida 15-20 sm. Endi tasavvur qiling, shu podvesni unitazimizni 5 sm qoldirdik yoki pritik qildik. Anaqasiga o'tyapmiz. Mana tarafda bo'sh joy bir dunyo bor, lekin biz ham anaqasiga o'tiramiz. Har doim aytaman va bunga ham o'zimiz amal qilamiz. Remontni resini boshlamasdan oldin dizayn proyektni tayyorlanglar. Dizayn proyekt 100% tayyor bo'lgandan keyingina remontni boshlanglar. Agar yo'q, bo'ldi, men как попал, bu mana bunaqa bo'ldi, bu mana bu yoqqa bo'ladi desangiz agar двойной расход mashinada bo'ladi. 1-2 so'mdan qochmasdan turib oldin dizayn proyekt qilib desangiz agar, vo. Undan ham osonroq bilasizmi nima? Home Expert kompaniyasiga topshirsangiz hech qanaqa sarsonlarchilik yo'q. Hammasini o'zimiz qilamiz. Dizayn proyektdan tortib, remont, usta, malarka, pol, patavol, devol, snabjeniz bor keldi. Musullarni yig'ishtir, parda, mebel, gilam hammasini o'zimiz qilib beramiz. Siz hech narsaga sarson bo'lmaysiz. Keyin yana bitta narsa. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda paroklar yo'q. Biroq eshigimizga parok yo'q. Har doim qilamiz, lekin aytib o'tmagan ekanman, shuning uchun o'zi aytyapman. Bitta sanuzulga parok qo'yapmiz. Nima uchun faqat sanuzulga bizlar parok qo'yamiz? Bizlar emas, ko'pchilik qo'yadi. Bilganlar bo'lsa agar kommentariyada
yozib qoldiringlar. Yana zo'r lavha aytaymi? Hanuzlarga endi o'zimiz ham ko'p ishlatmasdik, undan ishlatyapmiz. Xatolarimizni ham tanib olsak, yaxshiroq bo'ladi. Mana bu sanuzlarga rozetkalarni hammasini zaklistdan qo'yamiz. Ya'ni nam joy, o'shaning uchun rozetkalarni hammasini zaklistdan qo'yamiz. Ishlatilsa, ishlatilmasa. Hozirga ishlatmasa, baribir keyinchalik ishlatiladi. Bu Ariston joyi, Aristonni endi qo'yib beramiz. Bir patsetka, bu yerda bo'lsa agar soch qo'sh quritish uchun kerak bo'ladigan joy. Ma'lumot foydali bo'layotgan bo'lsa agar, video qiziq bo'layotgan bo'lsa agar, like bosish esdan chiqmasin. Navbatdagi xonamiz. Ishoninglar, men o'ylagandim, mana shu xonada tayyorlashimizdan oldin zo'r chiqmaydi deb o'ylagandim. Nimagaki, bunaqasi 2,5 metrga, bunaqasi 380 spalni. Ha, qarang. Vachach. Maydagina kompaktni. Ortiqcha hech narsa yo'q. Hamma narsa santimetrovka bilan emas, millimetrovka bilan to'g'ri qilingan. 40 santimetr tumba, 1.90 spalni. Mana bu yerda joyni qaranglar. 35 santimetr qoldirganmiz. Boshqachasi chunki variant yo'q. Ammo bu o'zi radiator aslida joyi mana bu yerda. Bundan keyin mana bu yoqqa qolganmiz. Nimani hisobiga desangizga, mana bu yoqqa o'zi radiator qo'ysa agar, o'sha majbur sig'maydi. Mana bu yerda odam mamlakasiga o'tolmaydi. O'shaning uchun qarang, 40 santimetr plus 1.90. Mana bu hozir divanimiz bo'lyapti. 40 santimetr. Mana bu yerga endi aytaylik 70 santimetr joy bordir-da. Umumiy hisobda 320, mana bunaqasi bo'lsa agar 2,5 metrlik. Mana bu yer chunki 35 santimetr chiqadi-da, chiqsa. Mana bunisi bo'lsa agar 210. Mana bular 215. 320 ga 2,5 spalni sig'dirganmiz. Zo'rmi? Hammasini santimetr bilan to'g'ri yelashtirib borsangiz agar chotki chiqadi. Shu holatda agar garderobni, masalan, bu yerda o'zi garderobimiz bor, bo'lmagan taqdirda ham shu yerga garderobni sig'dirib berardik. Qanaqasiga deysizmi? Iloji yo'q bo'lishi mumkin, faqat bizlar bilan emas. Home Expert bilan emas. Mana shu hozir garderob qo'ysak ham, razvejnoy eshik qo'yaylik. Mana bu yerda eshik yo'q deb preset qilaman. Bo'ldi. Mana bu tarafni mana bunaqasiga qo'yamiz. Mana bu yerda bo'lsa agar eshikni biroz siljitamiz. Bu yerga bo'lsa agar 100% bitta shkaf, dopatalka. Bo'ladimi? Iloji bor. Faqat bitta minusi, eshik bunaqasiga ochilmaydi, razvejnoy bo'ladi. Mana shu joy olmasligini hisobiga. Maydagina garderobni 1.10 ga 2 metrlik bo'lgan garderobimiz, lekin kompaktni, hamma narsasi bor, hamma narsasi sig'adi. Mana bunaqa iranskiy deylardimi yoki rimskiy deylardimi, bilmayman toshning ismini, lekin boshqacha bir pardasimon jaluzi qilganmiz. Yoqqan bo'lsa agar like bosinglar. Juda chiroyli, o'zimga ma'qul bo'ldi. Buni lekin biroz o'xshata olmaganmiz. O'zi mana bunaqaroq bo'lishi kerak edi. Mana bu yerda mana bunaqaroq bo'lishi kerak edi. O'shanisi biroz o'xshata olmaganmiz. Yanagi safarga yanada yaxshiroq qilishga harakat qilamiz. Navbatdagi xonamiz kuxnya qismi. Maydagina, kompaktgina 2 sloy qora kafer bilan kombinatsiya qilganmiz. Har doim mana bu yerga olib kelib turib, mana bu ikkita palasani mana bu yerdan olib ketardik. Lekin bu safar to'g'ri bo'lgan qarorni berdim deb o'ylayman, chunki olib kelib turib ichkariga o'ldirdim. Mana bu taraf ko'rinsin deb. To'g'ri qilinganmi, yo'qmi, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyin har safar eshikni oq qilsak, plintuslarni eshikning rangiga moslashtirardik bizlar. Bu safar plintusni eshikning rangiga moslashtirmasdan, hozir eshik korishniy rangda shokolad svetda, plintus bo'lsa oq. Yarashganmi, yo'qmi, kommentariyada yozib qoldiring. Lekin videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Ko'rganda lekin ham shikarni. Nimani hisobiga bunday qildik? Bizlar korishniy svetdan bu yerda deraza, obshivkalar, bu zallarda ham hozir kursdaman. Ko'p ishlatganmiz, plyuslarni ham hozir korishniy svet qilsa agar bo'g'ib qolardi. Shuni hisobiga oq qildik, lekin bomba chiqdi deb o'ylayman. Yana kommentariyada yozib qoldiring fikringizni. Bu yerda maydagina kuxni bo'lsa ham, kuxnimiz ham mana bunaqasi 2,5 ga, bunaqasi bir 5 metrlik. Холодильник Goodwell firmasidan, duxovka, mikrovolnovka, hammasi Goodwell firmasidan. Vitishka, gaz plita. Bu yerda рабочий zona bo'lyapti. Ammo bu yerda bo'lsa agar moyka. Ham qarang. Razmerlar santimetrlari bilan tegmas deb turibdi. Hammasini rashotini olganmiz. Oldin paplani mana bu yoqda bo'lishi kerak edi. Uni o'zgartirib bu yoqqa olib kelib qo'yganmiz. Boyagi matfi ishlatgandek-ku. Mana bu yerda qarang. Glans ishlatilgan. Qaysi biri chiroyli? Nima deb o'ylaysiz? Menga o'zimga shaxsan matfi yo'qdi. Ayollarga lekin tozalashga ko'proq glansli yaxshiroq. U matfi bagat ko'rinadi, lekin biroz injiq. Qo'l izi, shunaqa qolish ehtimollari ko'p bunga nisbatan. Navbatdagi xonamiz Detski bilan tanishtiraman. Detski ham xuddi shunaqa.
1 sm ham ortiqcha joy yo'q. Hammasi millimetr, santimetrlari bilan toshib kelgan. Men aytdim, hammasi santimetr, millimetrovkalar bilan. Bitta o'tish uchun, bitta bolalar o'tish uchun joy bo'ldi. 30 santimetrlik joy. Bu yerda katta o'zini o'ynasi bor. Achas, lekin bomba chiqqanda uni qarang. Vid lekin bomba. Ana qarang. Har doim aytaman, men bu yonboshlarni ozgina puldan qochmasdan myaxqiy qilinglar deb. Mana bunaqa joylarga vobshe qo'l keladi. Nimaga desangizga qarang. To'g'ridan sig'ish biroz qiyin, lekin 3 xonali bo'lgan hisobiga maksimalni joylashtirganmiz. Oyoq urilyaptimi? O'sha urilganda agar mana shu MDF bo'ladigan bo'lsa, agar o'zi bo'ladigan bo'lsa, agar jarohatlanishi mumkin. Apshga qilganmiz, chopga turibdi. Bomba. Keyin shu yerda bitta sizlarga zo'r ma'lumot. Imенно детский spalni harakat qilinglar, biroz mo'yshi bo'lgan materialdan olishdi. Mana bu yerda ham mo'yshi materialdan, ham rangi ham qanaqadir iz-pizlar qoladigan bo'lsa, agar o'zga uncha olmaydi. Uyni rangiga ham mos, parda rangiga ham mos. Hammasi chiroyli chiqqan. Parda rangini bundan ko'ra ko'proq mebelga moslashtirganmiz. Hammasi bergan santimetrlar bilan to'g'ri chiqqan. Hamma qarang. Ko'rsating, qarang. Millimetr, santimetr emas, millimetr. Tegar-tegmas. Dopatalka qilganmiz. Buni rangini eshikka biroz moslashtirganmiz. To'g'ri, rабочий zonasi yo'q, lekin kompaktni bomba. Endi nariga xonaga o'tamiz. Zalga ikki taraflama yo'l qilganmiz. Ham oshxonadan kiramiz, ham через zal kiramiz. Bu yerga nimaga razrijni eshik qo'yib berganmiz? Sabab, mana bunaqasiga bu hozir 2,5 metr, 2,62, 5 metrlik. Zalimiz bundan ham keyin batar. 2,35 ga 2,40, 2,35. Bunaqasi 7 metrlik. Razrijni eshik qo'yib berganning hisobiga katta ko'rinadi mana bu yer. Shuni hisobiga razrijni eshik qo'yib berganmiz. Mabodo bu yoqqa mehmonlar keladigan bo'lsa agar, bu yerga bitta ichki parda qo'ysalarga, bunaqa jaluzi parda bo'lashdi. Mana shunaqa jaluzi qo'ysalar agar, jaluzini yopib turib, mehmonlarni bemalol bu yoqqa o'tirsa ham bo'ladi. Zal qismimizga bu tarafdan kirsa ham bo'ladi. Shu orada bitta sizlarga zo'r lifehack ko'rsatayman. Lifehack emas, ma'lumot. Ko'pgina mijozlarimiz bizlar uyni ta'mirlab berganlarimizdan keyin mana bu joyini aytadiki, eshiklaringiz ishlamaydimi dedi. Yo'q, bu eshik ishlamaydi emas. Bu zamonaviy eshik, magnitniy. Ya'ni yopsa agar, yopilmayapti hozir. Ko'rdingmi? Mana bu yerda o'zini eski eshiklarda tilchasi bo'lardi. Bu yangi eshiklarga unaqa emas. Mana bu magnit, ichida ham magnit bor. Hozir yopsam agar avtomatik tortib olishi kerak. Hozirga tortmayapti. Nima sababdan desangiz agar, men oldin buni qulflab turib, keyin yopishga harakat qilyapman. O'shaning uchun buni oldin bitta ochib olamiz. Yopildi. Qulflamoqchiman, endi qulflashim kerak. Bo'ldi. Endi ochamiz. Mana. Yana yopildi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa agar, like bossangiz, esdan chiqmasa. Zal qismi lekin ham zo'r bo'ldi. Menga juda yoqdi. Eng qiziq joyini aytaymi? Nima qilishni bilmasdan boshimiz qotdi dizaynga zo'r rishini berdik. Lustra etabiga kelganda tanlashimiz biroz qiyin bo'ldi. Baribir rishinisini topdik. Nima qildik deysizlar? Mana qarang. Tayyor lustra. Oldin osmon lustra qilmoqchi edik. Ikkita o'sha osmon lustra qilamiz desak agar, juda qimmatga $1000 ortiqroq xarajat chiqib ketayotgandi 1,5 ming atrofida. O'shaning uchun budjetliroq bir 400 atrofidagi tushgan shu lustramiz. Ikkita lustrani birlashtirganmiz. Lekin pastdan qarang, umuman bilinmaydi. Как будто bitta lustrada. Mana bu hozir bizga alohida chast lustra. Mana bunisi alohida. Endi shu yerga hozir yumaloq doira shaklidagi lustra qo'ysa agar, bunaqa ingichka uzun joyga yarashmasdi. Agar ingichka uzun lustra bor o'zi заводской, bunaqasi 1,20 ga, bunaqasi aytaylik 40 santimetrlik. U lustra ham bu yerga umuman yarashmasdi. Chunki zalni bunaqasi juda ham shiroki. Shuni hisobiga ikkita mana shunaqa lustrani topib turib kombinatsiya qilganmiz. Resheni qanday? Yoqqan bo'lsa agar kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Yana bitta zo'r narsani ko'rsataman sizlarga. Shkaf, mayda joy. Buni endi shkafni dakansiz olib kela olmaymiz, chunki televizor bor bu yerda. O'shaning uchun 0,8 lik shu materialni o'zidan polni apshika qilib berganmiz. Polni apshika bo'lgan. Zato qaraganda shikarli hid beryapti. Bu material bilan orqadagi dekor materiallar ikkasi bir xil. Orada bitta qora kombinatsiya qilganmiz. Qora kombinatsiyasi bo'lsa agar, razvejnoy eshik bilan bir xil bo'lyapti. Juda chiroyli. O'zimga yoqdi. Shu orada zo'r bir ma'lumot aytib o'taman. Qarang, pardani rangi bilan gilamni rangini bir-biriga kombinatsiya qilsalaringizga chiroyli chiqadi.
bizlar gilam tanlaganimiz och seri, to'qqa yaqinroq, ichiga to'qlar ham bor. Ana bu yerda bo'lsa agar to'q seri. Ikkalasi zo'r kombinatsiya. Mana bular bilan bu apshikalar. Bir xil narsa. Kombinatsiya. Orasidagi qoralari bilan har bitta detal. Mana bu razino eshigimiz bir xil. Endi devor maloshli bo'lgan hisobiga o'rtasiga mana shunaqa maloshni qo'yib berganmiz. Birga tiklib berilgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz agar. Juda chiroyli, o'rtaga tul pullari bilan. Buni rangini bo'lsa agar, bu ham seri, biroz keyin yana ochroqi. Gilamga ham shunaqa och seriroq bor. Har bitta narsani tanlashda rang juda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni uyingiz zo'r bo'lsin, kvadraturasi dahshat bo'lsin, planirovkasi zo'r bo'lsin, rang to'g'ri tanlamagan bo'lsa agar, buning foydasi yo'q. Mana bu yoqqa o'zimiz bitta ashka qilib qo'yganmiz. Chizini qarang. Ana qarang, qaysi? Ana qarang. Buni bolalar ashka adashib qo'yishgan. Buni biroz pasaytiramiz. Shunaqa gaplar, ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, agar obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Yanagi safar balki uchrashmay qolishimiz mumkin, oldingizdan chiqmay qolishimiz mumkin. O'shaning uchun qurilish haqidagi, remont haqidagi life hacklar bo'lsin, shunaqangi chiroyli dizaynlar bo'lsin. Qachondir remont qildirasiz akam, opam. Shu remont qildirayotgan vaqtingizda bitta qarab olasiz. Mana shu bizlarning videolarni bir foydali sizga uchun life hack bo'ladigan bo'lsa agar biz xursandmiz. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar.